qizlar, bilasizlarmi? Ko'p ayollarning eri nimaga yurib ketadi? Chunki to'ydan keyin xotinlar o'ziga qaramay qo'yadi. Tashavoradi o'zini. Normal duki sepmaydi, sochini yuvmaydi, allambalo jinicha kiyimlarni kiyib yurib, mamlakatga ro'mol boylab yuradi. Ужас bu, ужас qizlar. И потом, men xudo xolasi yerga tekkanimdan keyin Istanbulda yashayman. Erim bilan ikkalamiz mazza qilib yashaymiz. Men erga tegsam, bolalarimga brendli kiyimlarni asal qilib kiygizib qo'yaman. Keyin bilasizlarmi, erga tekkanlar doim bolam deb hech qayerga bormaydi ham, ketidan pul olmaydi. Menga erim pul ishlatadi. Ajal yashaymiz. Har kuni uni shag'am bilan kutaman. O'zimga qarayman. Asal oyiga muazzifga boramiz. Eng boy yigitaman. Har kuni gullar sovg'a qiladi. Romantik kechalar bo'ladi. O'zinglar yaxshimisizlar? Allohga shukr, hammasi zo'r. O'zinglar-chi? Voy, yaxshi. Hammasi joyida. Xudoga shukr. Voy, hayotim zo'r. Aldash jonimga tegdi. Sochimni yuvib olmaganimda ro'mol boylab yuribman. Sochimni yuvishga vaqt topolmayapman. Egnimdan yog' hidi kelyapti. To'yimdan keyin Istanbulda yashaymiz deb o'yladim. 5 kappada turibman. Mana to'g'risini aytsam, brendli kiyimlar kiygizaman bolalarimga deb niyat qilardim. Qayoqda? Jiyanlarimni kiyimlarini kiygizaman. Qimmat bahoga olaman, u birpasda kichkina bo'lib qoladi deyman-da. Ro'zg'orga har nima deb xo'jayinimga yordam qilaman. Endi hayot boshqa, hayot boshqa ekan. Ayolimizda sabr qilamiz. Qanaqa romantika? 20 kishi bilan romantika bo'ladimi? Ertalabdan kechgacha idishlar bilan romantika qilaman. Erimni zo'rg'a kutganimga shukr. Gul? Oldi oyda bir supurga bersam roziman. Onam uchun oxirgi marta to'yimda ko'rdim. Maldiv orollari-chi? Maldiv? Mana Maldiv. Hammasi uylanguncha ekan. Ketishim kerak. Oyjonni baliqlarga ovqat berishim kerak bo'pti. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'ling.